ola olmagan bittikda o'sha nima desa bo'ladi, klientlar yoki menga murojaat qilayotgan insonlarni qilayotgan katta bitta xatosini aytib o'taman. Mehnat kodeksining 333-moddasi bo'yicha kompensatsiya ham olmoqchisiz, boshqa narsa ham qilmoqchisiz. Ko'pincha o'zini oyligini undira olmayotgan, boshqa qilayotgan yurib cho'zib shu mehnat birjasiga murojaat qilib, u mehnat haligi inspektori chiqib turib nima bo'ldi, boshqa cho'zilib, vaqt cho'zilib ketib qoladi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, hurmatli YouTube kanalim obunachilari. Demak, bugun issiq deb narsani aytib o'tmoqchi edim sizlarga. Qarang, men mehnat nizolari bilan ham shug'ullanib turibman hozir. Lekin oyligini o'z vaqtida ola olmagan bittikda o'sha nima desa bo'ladi, klientlar yoki menga murojaat qilayotgan insonlarni qilayotgan katta bitta xatosini aytib o'taman. Ular bilmadim qaysi boshqa yuristlardan, boshqa advokatlardan olyapti-da. Qarang, 1 yil davomida siz oyligingizni ola olmagansiz, to'g'rimi? Va siz O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 333-moddasi bo'yicha kompensatsiya ham olmoqchisiz, boshqa narsa ham qilmoqchisiz. Расчетningizni ola olmagansiz. Lekin qilayotgan ishingizni qarang. Prokuraturaga yozasiz, mehnat birjasiga yozasiz. Do'stim, bitta narsa. Bu yerda to'g'ridan to'g'ri fuqarolik sudiga o'z murojaat qilganingiz yaxshi. Nimaga? Chunki hozir mehnat birjasiga yozsangiz, u tekshiruv o'tkazadi, prokuratura kimgadir jo'natadi, o'rtada muddat bor. Ya'ni juda ham qimmatli muddat. Bilingki, mehnat nizolari bo'yicha sudga murojaat qilishcha da'vo muddati bor. Bu 6 oy hisoblanadi. Ko'pincha o'zini oyligini undira olmayotgan, boshqa qilayotgan yurib cho'zib shu mehnat birjasiga murojaat qilib, u mehnat haligi inspektori chiqib turib nima bo'ldi, boshqa cho'zilib, vaqt cho'zilib ketib qoladi. O'shaning uchun to'g'ridan to'g'ri fuqarolik sudiga murojaat qilish kerak. Unga o'ziga qonun qoidalari bor. Shu qonun qoidalaridan foydalanib, demak, da'vo arizasini yozish kerak. Davlat boji qarang to'lamaysiz. Pochta xarajatlari to'laysiz xolos. Siz hech qanaqa hujjat ham berishingiz shart emas. Sud o'zi, demak, ish beruvchidan hujjatni talab oladi. Agar qanaqa qilib murojaat qilishni bilmayotgan bo'lsangiz, tushunmayotgan bo'lsangiz, sudda yutib chiqishni xohlasangiz, bizga murojaat qiling va murojaat qilgandan keyin sabrli bo'ling. Sabrli bo'ling. Siz sabr qilyapsiz-ku, prokuraturaga yozyapsiz, 1 oylab, 2 oylab kutyapsiz. Demak, nima mehnat birjasiga yozyapsiz, boshqa 2 oylab, 3 oylab kutyapsiz, to'g'rimi? Yillab kutyapsiz. Lekin bu yerda hozir tez harakat qilish kerak bo'ladi. Shuning uchun bizga murojaat qiladigan bo'lsangiz, ozgina sabr qiladigan bo'lsangiz, chunki men murojaat qilayotganlar ko'p, ulgura olmay qolish mumkin. Dokumentlarni tekshirish ham o'zi ancha vaqt olib qo'yadi va birgalikda sudga murojaat qilishimiz mumkin. Bizda demak, xizmatlarimiz uslovniy deydi, tekin jihati ham bor. Hozir biz shunaqa holat joriy qilganmiz. Agar o'sha undiriladigan summaga qarab turib, biza boshida demak da'vo ariza bilan murojaat qilishda, demak, qandaydir chegirma yoki balki tekin ham qilib berishimiz mumkin. Tushunarli, shu narsani bilib qo'yinglar deb jo'natyapman. Ras bizani firmaga murojaat qildingizmi, oxirgacha ozgina sabr qilishni o'rganinglar. Kimgadir agar foydasi tekkan bo'lsa, kimgadir demak, jiddiy shug'ullanmoqchi bo'lgan insonlarga bag'ishlangan bu videoyim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, like bosib qo'yib, do'stingizga jo'natib qo'yinglar.